poylab turuvdim. Nice. Yaxshimisiz? Nima Ko'rinmasiz. bunaqa? Odamsiz, ne bunaqa odamsiz? Ko'zlarim zor, intizor bo'lib necha kundan beri. Qayda ekan mana Aziz akam deb yig'lab, kuyib, pishib, rashk qilib o'tiribman. Ha, men sizni qidirib Interpolga berib, ana yor kanallargacha berib keldim sizni. Dubaylarga bormoqchi edim. Dubaylarga ham olib ketmadingiz. Sizga kim yozyapti sizga? Men oldingizga borgim kelib ketdi yana deb. Men efirga kirsam eshitib oldim. Qachon? Kimdan? Haligina bunda telefonda qilgilish oldinga borgim kelyapti yana jonim dedi kimdir? Yoningni magar kim ekan u? Kim kelib ketgan ekan oldimda? Telefonda. Unaqa bo'lsa, kommentimda bor, beda presschilar ham bor. Instagramimga keladi kunda, Telegramlarimga kunda keladi. Ana endi TikTokga ham keladi har kuni. Men siz bilan bo'lgim kelgan, bo'lib qo'yganman, ko'rib qo'yganman deb men umuman ahamiyat bermayman unaqalarga. Qattasi Aysaka? Aysaka qattasi? Men o'sha o'zimni tomi qiyshiq uyimdaman. O'sha tomi qiyshiq uyingizga borgim kelyapti. Qorni ertaylikda borsam, mehmon qilsangiz, Farg'ona degan joylarda, nima Vodiy degan joylar tanishtirsangiz nima qilarkan, a? Yo, rost aytaman. Keling. Aylantirib hamma joylarni bunday qilib ko'rsak, hamma joyda nima bor ekan betlarda, nimalar bo'lgan ekan, nimalar ekib, nimalar o'stirgan ekansiz ko'rsam nima deysiz? Ibi, shunday chiqib sizni partiyalaringiz bor. A? Akalar qattiq mana gitaristlar. Endi Nasiba opamning baxt qo'shig'ini eslab yig'layotgandim. Baxt o'zi nimadir? Men bilolmadim. Asabimiz. Gitarist qani gitarist? O'ylasam shu Dilbarim. Boshqa qizni Dilbarni o'ynatib yotibdi-yu, chingir. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, dance bo'lib yuribdi-yu, Dilbar xonimda. Dingira. Nimaga sizni yo'qotdi? Aysaka, men o'zim charchadim. Birovga foydalanuvchi, birov uchun faqatgina likkillab o'ynab beruvchi, birovni orqa fonida ishlab beruvchi bo'lishdan charchadim. Men to'ylardan mashina charchadim. Chaqirsin, ana ijodimga qiziqqanlar chaqirsin, chaqirmasa, vo'shim chaqirmasa. Rustam orqasida likkillab o'ynab to'yga chiqishdan charchadim men. Men raqqosa emasman, men xonandaman, men boshlovchiman, men aktrisaman. Birovni ali nima desam, dutorchini raqqosasi degan nomni nima qilaman men? Qachongacha bu nomni maytimda yelkamda ushlab yuraman? Katta 35 yoshli ayol nimaga kerak menga? Lutchi menga to'y ham kerak emas. Hozir hech narsa yoqmayapti. O'zimni olsaman. Men shu uyimga olsaman lampochkalarimni. Uyimga o'zimni olsaman. Soqqani qilib oldingizmi? Soqqa bor, soqqani qildim. Lekin yetarli emas. Bu yog'iga soqqani bosishim kerak, lekin nima desam? O'zim topganim o'zimniki bo'lish kerak. Anaqa Instagramdan men soqqa qilganim yo'q, TikTokdan ham soqqa qilganim yo'q. Xullas, Rustamga raqqosachingni ham olib kel deydiganlardan charchaganman men. Men raqqosachi emasman, men raqqosalikda o'qimaganman ham даже. Lik qachon qarasa bema'ni qo'shiqlarga bema'ni o'yinlar menga yoqmaydi. Men etik xonandaman men. Ana bitta qizni olib chiqyapti masalan. Ovozi ham, o'zi ham anaqa mendan 10 marta yomon bo'lib yotibdi. Undan ko'ra meni tarbiyalasa bo'lardi yoniga duetchi qilib.